Assalomu alaykum hurmatli Asl Cho'pon obunachilari. 2025-yil 20-aprel yakshanba kuni o'zimning xonadonimdan ana tunov kungi chiqargan 120 ta qo'chqorlar junini oldik. Va'daga vafo. Kim ko'rgan bo'lsa bundan 16-mart kuni chiqargandik. Mana bugun 20-aprel 4 kunga kechikdik, vaqtimiz bo'lmay. Men sizlar uchun ilinyapmiz. Mana ko'ringsizlar, qo'y tomosha qiling. Qanday o'zgaribdi. Like'larni bosing aka, like'larni ayamang like mutlaqo tekin sizlardan. Telefoningiz o'ng tarafida podpiska tugmasi bor. Obuna bo'lib qo'ysalaringiz, xudo xohlasa buni yaqinlashib qoldi, zotli qo'chqorlarni chiqaramiz. Kecha 20 kun oldin ham 10 kun oldin chiqardik. 30 ta qo'chqorimizni chiqaruvdik. Yaxshi sotilib tugadi. Hamma obunachilarimizga ham rahmat. Oldi. Samarqanddan kelib olib ketdi, Andijondan kelib olib ketdi. Hamma joydan kelib olib ketdi. Qanday o'zgaribdi. Oq qo'chqorimiz kim e'tibor qilgan bo'lsa. O'sha telefon o'ng tarafida obuna tugmasi bor, obuna bo'lib qo'ysalaringiz. Hamisha kirgizib qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Buni endi kim uni o'qigan, oldingi safarda ko'rgan bor, ko'rmaganlar bor. Lekin sotilmaydi akalar. Sotilmaydi. Mashinada junini oldirdik. Top toza qilib. Shu bug'doy kepak yeb turdi 2 mahal. Endi bizlarda yaylov keng, dalada boqib, ertamatdan yemini yeb chiqartirib boramiz. Yayilib keladi yaylovga 11-12 gacha. Yana soat 3-4 da chiqarib boramiz. O't yeb kelib yana kechqurun yemini yeydi. Mana shu endi boshqa narsa yo'q. Kim tanigan bo'lsa, bitta ichida ola qo'chqorimiz bor, ola qo'chqorimizni sotib yubordik, ola qo'chqorni. Qolganlarini oqlari mana shu ichida yurganlari. Qanday yaxshi o'zgaribdimi obunachilar? Like'larni bosib turingsizlar, like'larni. Mana shu bolalar Javohirim, jon tomirim mehnat qilyapti. Qarab. Baribir endi qo'y jonivor. Qo'y jonivor xudo xolasa libbo yerda o'zadi endi. Xudo xolasa. Qanday o'zgardi. Biz ham xudoga shukr, akalardan kam bo'lganimiz yo'q. Mana shu qo'ylarimiz mana qanday o'zgardi. Xudo xolasa mana endi narxlar oshdi. Endi bu mening qo'limda emas. Narxlar oshdi, mana xudo xolasa yana keyingi oylarimizga chiqarib sotsagina yaxshigina pul bo'lib kelib chiqadi xudo xolasa. Ichida ham endi akalar o'zgarmagani ham bor, o'zgargani ham bor. Junni olganimizga ham 20 kunlar bo'ldi. Endi ekitishga yorib, hali yorib yormaganlari ham bor. Mana rossiyska ramonka qo'yimiz bor bitta. So'yib yeyishimizga olib qolganmiz. Bari endi qo'y jonivor xudo xolasa endi o'zadi bari bu yerda. Mana bizning ota-bobolarimizdan bitta maqolimiz bor-da baribir. To'p o'ynasang to'zasan, oshiq o'ynasang ozasan, hammasidan qo'y boqib, ko'tan yesang o'zasan degan joyi bor. Endi bari qo'y jonivor jannatdan chiqqan, payg'ambarlarimiz boqqan. Xudo xolasa yaxshi kamimiz. Endi hali hech qancha yem ham yegan ham yo'qdi.
ikki mahal yemini yeb, mana shu darajagacha kelib, mana dombullab ketdi qo'ylarimiz. Yerda hozir 110 ta qo'yimiz bor. Kecha bir Samarqanddan bir akamiz kelib qoldi, obunachimiz. Bermasang iloji yo'q, boqib turayin dedi, narxi bilan berdik. Endi sotilgani sir bo'lib qola qolsin. Masalan, mana qo'ylarimiz ham kichkina farqi bor. Masalan, bular semiz. Mana bu qo'yimiz ham o'zgarmadi. E'tibor qilgan bo'lsam, o'mirtqalari o'ynab turibdi, liqillab. Mana bu qo'ylarimiz yaltillab, kashtan bo'lib ketdi. Xudo xolasa. Mana suvni ichib, mana shu kecha ko'kotlarni yeb, endi hozir bu yerda emas-ku, ko'chada yayilib yurib, shularni yeb, gazonlarni yeb, bari organizm ham talab qiladi-da qo'ydiga. Bahorda bizga kengchilik, keng joylarda yurib, ketib, yaxshi, bo'ylari ham 85 ga borib qolgan qo'ylar katta bo'ldi. Yana xudo xolasa bundan keyingi oylarga Alloh nasib qilsa sotamiz akalar. Men bu darajada o'zgaradi men hayolimga kelmadi. Yaxshi ko'z tegmasin bo'ladi. Obunachilar, sizlar ham olib tursangiz, xudo xolasa kam bo'lmay yaxshini o'qilasiz. Like'larni bosib tursalaringiz. Hozir mana shu qo'ylarni ham yaxshilab tomosha qilib oldingiz. Endi narigi bir yemini ham bir ko'rsatib qo'yaman. Mana soatimiz 11dan 5 minut, 11dan 10 minut o'tganda video qilyapmiz. Bugun yakshanba. Zominni bozoriga borib kelib video qilyapmiz. Mana qo'ylar. Mana oralabni suzaylik bir. Qanday? Yaxshimi? Like'larni bosib turing. Like'lar mutlaqo tekin sizlardan obunachilar. Böyle tanatosh qo'yib, yaxshi, Xudoga shukr. Kecha yomg'ir yog'ib, masalan, hovlilarimiz shilta bo'lib qoldi. O'qimaysizlar. Mana akalar, hozir bug'doyni qaynatyapti. Mana ertadan qolib ketgan atxoti. Chalmani yoqyapmiz, chalmani. Mana yemini yana bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Shu bug'doy, kepak, boshqa narsa ham yo'q endi. Beradigan narsamiz dori ko'lni qilib qo'yganmiz. Ikki mahal. Shu bug'doy, kepak. Boshqa narsa yo'q. Yemini solib qo'ydik. Endi kelib qo'y beraver. Endi kelib yeyveradi yana. Hozir sug'orib video qilaylik dedik. Mana bir hech joyi yo'q. Endi bizlarda shu kengchilikka chiqib, kelib, ko'kot yeb, mana buni yegandan keyin ishtahalar ham ochilib ketadi-da. Qo'y jonivordan. Ishtahasi ochilib ketadi. Bayağı bir yeb ketganda bular. Buni yeb ketuvdi, endi suv ichib ko'kot yeb keldi. Marg'ilonlik Po'latjon ukaxonimiz kelgan ekan mehmondorchilikka, sanatoriyaga dam olgani. U ham kelib ko'rib tomosha qilib, aka, gap yo'q, havas qildim deb mazza qilib ko'rib tomosha qilib ketdi. Marg'ilonlik Po'latjon Devo tekstilning oldida o'tiradi. Oxirlarda baland qo'yganmiz. Smirna bo'lib yeydi. Ikki tomonlama. Mana shu oxirimizga 35 ta qo'y ketadi. Hozircha hashak berganimiz yo'q. Faqat yem. Shu hashagini dalada o'zi o't shuncha. Bo'z. Ko'm-ko'k bo'z bo'lib yotdi, shu bo'zni yeb. Yan taqda cho'kisi bor. Saq qo'yganmiz.
Xohlasa yeydi, bari yemaydi bular, yegancha yeb bo'lgan bular. Endi bizda kengchilik bo'lgani uchun yuradi keng. O'zini oyog'i bilan o'tni yeb, og'zi bilan. Og'zi bilan yeb yemalol bunaqa yuribdi. Qanday o'zgaribdi obunachilar? Obuna bo'lib qo'ying. Like'larni bosib turing. Xudo xolasa yana bir hafta 10 kunlar yana urug'likka qo'chqor chiqaramiz. Alloh nasib qilsa. Charchamaysiz sizlar.